kelgan hammasini qildik. Farzandingizga buyrak donor kerak. Meni hozir sharoitim yo'q. Bitta yolg'iz farzandim, onasiz katta qildim. Farzandimga o'zim donorlik qilaman. Tekshiruv natijalariga ko'ra siz jarrohlik operatsiyasini ko'tara olmaysiz. O'zingizning kasalligingiz og'ir. Donor bo'la olmaysiz. Doktor, o'g'lim hali yosh. U yashash kerak. Men sizni hayotingizni xavf ostiga qo'ya olmayman. Agar shu bola sizni farzandingiz bo'lganingizda qaysi yo'lni tutgan bo'lardingiz? Arizangizga o'zim roziligim bilan imzo qo'yib beraman. Faqat yo'q demang. O'g'lim yashasa bo'ldi. Sizni hozir operatsiyaga tayyorlashadi. Bu videoni ko'rayotganingda men bu dunyoda bo'lmayman. O'zing ham uylanib, farzandli bo'lib, ota bo'lganingda meni tushunasan. Kelajakda elga, yurtga xizmat qiladigan yaxshi farzand bo'l. Onang bilan men haqimda ko'p duo qil. Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Har bir ota farzandi uchun jonini fido qilishga tayyor.